لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمد لله الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مبشرا ونذيرا وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Allah Subhanahu ve Taala Haqqa surasının 19. ayetinden tartıp 24. ayetigacha mundaq dedi. Amma nama amal yazılgan daftari o'ng tarafidan birilgan yaxshi kishilar deydiki, endi mana qo'limdagi oshkora turgan daftar o'qib biqinglar, mening bu yaxshilik nama amalim yazılgan daftarimni o'qib biqinglar deb Allah Subhanahu ve Taala bu yaxshilik egilariga bergan yaxshilik yazılgan ve Allah'ın rahmetiga erişilgan bu nama amal daftarini şu günüsü xuddi maydonlarda birincilik musobaqada utqan çempion o'zininki musobaqada utqan musobaqa lo'nqisini kishilarga ko'rsatgandek, kishilarga ko'z qilgandek, shu qiyomat kunisi o'zining erishgan yaxshilik daftarini insonlar oldida ko'z qiladi va ko'rsatadi. Buningga sabab bo'lgan omil nima? Bu yaxshi kishi bu yerda so'zlab deydiki, inni zanantu anni mulaqin hisabiya. Haqiqatan men e'tiqod qilgan edim, jazmi ishongan edim. Haqiqatan keskin o'zim Parvardigorimning mendan oladigan hisobiga ushashiman deb e'tiqod qilgan edim. Shu qilgan e'tiqodimga tushliq her bir yerde Allah Taala'nın mendan oladigan hisobini isimdan chiqarmay, Allah razı bo'ladigan ishlarda turgan, Allah cheklagan ishlardan yangan, Allah yaxshi ko'rgan kishilar bilan turgan, Allah o'ch ko'radigan kishilardan yiroq turgan, shundaq qiyomatga e'tiqod qilgan solih mu'minlar e'tiqod qilgan e'tiqodda men bo'lgan edim. Shu yaxshi e'tiqodimning mukofoti bo'lgan yaxshi natija, yaxshi Allohning rahmati jannatiga Allah oldidagi mana shu yaxshi amallar yozilgan yaxshi bo'lgan mukofotga erishdim deb qiyomat kunisi insonlar oldida o'zining erishgan yaxshiligini, o'zining utqan mush imtihondagi oxirgi natijadagi birinchilikka erishgan mukofotini insonlar oldida ko'z qiladi, insonlarga shuni jakarlaydi. Allah Subhanahu ve Taala deydiki, fahuva fi 'ishatir radiyah. Andın u kishi rozi bo'ladigan turmushda bo'ladi. Yuqori bo'lgan jannatda bo'ladi.
o cennetning meyveleri yemekçi bo'lgan odamga oldiga kelib turdi. Allah tarafidan deydi-ki, yangla ve işinla sınışlık halatda sizlar o'tgan dunyodagi kunlarda qilgan yaxshi amallaringlarning o'rniga deb Allah subhanahu va taolo tarafidan bularga ham ruhini üstün ko'taradigan, bularningki ham o'tgan kunlarda qilgan ishlarga ko'nglida suyunadigan shundaq yaxshi bo'lgan bishoratni bularga Alloh taolo beradi. Bu oyatlarda o'ttiri qo'yilgan dastlabdagi birinchi oyatdagi nama amali o'ng tarafidan berilish deganlikning o'zi birinchi qilib Alloh subhanahu va taoloning yaxshi pali, yaxshi bo'lgan bishorati. Ham arablardami mush o'ng tarafdan bir narsa berilsa yaxshilikni ifodalab beradi. Ammo bu xurofiylik bilan yaman tushuncha bilan o'ng tarafdan kelgan narsadan yoki so'l tarafdan kelgan narsadan ma dunyoda shumpal ilishqa bo'ladiganlik emas bu. Bu qiyomat kunida bo'ladigan, rast bo'ladigan o'ng tarafdan berilganlarga yaxshilik keladigan, so'l tarafdan berilganlarga ularning askilik qilganlik uchun ularga şum xabar beriladigan amaliyat bu. Şuna Arablarning bir oti bo'lib, ushar qush bir insonning o'ng tarafidan ussa buningga yaxshilik keladi, so'l tarafidan ussa buningga yomonlik keladi deydigan. Yoki biz Uyg'ur musulmonlarningki o'ng qapiqim tasi yaxshilik bo'ladi, so'l qapiqim tasi yomonlik bo'ladi. o'ng qo'liqim qizidi ya so'l qo'liqim qizidi degandek mana bu shunday gaplarning hammasi islomda asli yo'q, xurofiylik bu. İnsonningki shu badan chiroydiridiki har turlik hujayralarningki ba'zi shunday normal ishlash yoki normal ba'zi tartibotiga havo tekkan, sovuq tegib qolgan har xil omillardanmi adam bedenininki teridiri, adam bedenininki her xil hücreleri aşındak tartışılan iş buludu. Şuna iki sahih kitapta Abdullah İbni Ömer radiyallahu anhumadan rivayet kılınan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki la adva ve la tirah. Yuqumluq kesel özüküdün yuqudigan, yuqumluq kesel deydigan iş yok. Ve ne? Ve la tiyarata shumpal aladigan iş yok. Dep shundoq degan. Demak, qarindoshlarimiz, mana bu bizga Alloh subhanahu va taolo bu oyatda ko'rsatgani qiyomat kunisi aniq naq maydonda yuz beradigan Alloh subhanahu va taolo o'ziga xolis e'tiqodda bo'lib, shirk keltirmay Alloh buyurgan yaxshi amallarni qilganlarga o'z fazli bilan nama amal daftarini o'ng tarafidan berdi. Bularga Allah subhanahu va taolo tarafdan kelgan bu iltifot darajalarining naqadar yuqori ekanligiga, bularningki imtiyozi, martabasining naqadar yuqori ekanligiga har qanday bir inson faxrlansa olsa, shu oxiratdagi mana mushu Allah oldiki mushu mukofotda erishgan nama amal daftarining yaxshi bo'lishi, mushu mukofotda erishgan yuqori martabasiga haqiqiy faxrlanish, shu yuqori martabasi uchun kurash qila olgan inson haqiqiy solih, yaxshi inson ekanligini mana shu oyat bizga alohida uqtirdi. Mushundaq ahiret mertebesideki yuqori mertebelik nimetning Allah oldiki Allah'ның imtihanıdan ötüp birincilikki erişkenlikini tushunmaydigan yoki g'aflatda qolgan har qanday bir inson dünya maishatlarining shahvatlariga berilib,
Dunyoda ko'rgan ozg'ina manfaat bilan o'zini yo'llaydi. Demak, haqiqiy mu'min degan oxiratdagi nijotlik, oxiratdagi Alloh oldi erishgan haqiqiy g'albini Alloh ularni yaxshi amal qildi deb ularga o'ng tarafidan yaxshi amal qilgan mukofotini ularga bergan mushu mukofotni eng qimmatlik deb qaraydi. Allah subhanahu wa ta'ala bu vaqtdagi astag'firullah val vaznu yawma izinil haqqu faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Sura Arab 8-oyatda yaxshi ish bilan yomon ishning jing taroziga silinib qiyomat kunisi o'lchinishi bu rost ish. Bir kishining nama-amal o'lchamlari Allah subhanahu wa ta'ala oldida ig'ir bo'lsa, ana ashular ulargina nijotlikka erishishlardir deb Sura Arabning 8-oyatida Alloh taolo shunday dedi. Bu oyatda bizga Alloh ogohlantirgani bu dunyoda insonlarning kishilar oldi, jamiyat, dunyo hayotlikda o'lchimi, vazni, shakldagi ko'rinishi hayotlikdagi jamiyatdagi bo'lgan har turlik shuhrati ig'ir bo'lmasima, balki Alloh subhanahu va taolo oldida iymoni va qilgan yaxshi amallari yuqori bo'lsa, ko'p bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo oldiki bo'lgan Allohga samimiy ixlosmandlik bilan bergan qurbonligidan Allohning oldida martabasi ig'ir bo'lsa, mana shunday kishilar shaklda vazni inik bo'lgan bilan dunyoda nom shuhrati oz yo tuvan bo'lgani bilan mana shunday kishilar qat'iy Alloh oldida baxtga erishadiganligi. Ham har qanday bir barliq dunyodagi insonlarning qilgan amallarining hammasi yaxshiman hamma amallar bu kunisi jing taroziga tortilib, mush kuni tortilgan jing tarozidagi yaxshilik bilan yomonlik haqiqiy hisob bo'ladiganligi. Shuning uchun hozirgi xalqarodagi jamiyatdagi dunyo insonlari oldidagi Qur'on va hadisning mazmun va hukmlariga uyg'un kelmaydigan dunyo insonlari yomon degan yo to'g'ri emas degan har qanday bir o'lcham faqat qiyomat kunisi Alloh oldiga borganligida Alloh oldiki o'lchamga selishtiriladi. Alloh oldiki o'lchamga to'g'ri kelgani yaxshi bo'ladi. Alloh oldiki o'lchamga to'g'ri kelmagani hammasi yomon bo'ladi. Shuning uchun mu'min faqat Alloh oldiki o'lchamni ham qadrlaydi. Shu Alloh oldiki o'lchamlanib qiyomat kunisi uning e'tiqodi, iymoni, yaxshi amallari jing taroziga bosiladigan shu kun kelishdan burun mush dunyoda e'tiqodini, iymonini, axloqini, Allohni rozi qiladigan barliq qurbonligini mush dunyoda yaxshi qiladi. Har qanday bir nafs xohishning keyin kiradigan, Alloh qarshi turadigan maydondan yanadi. Va haq tarafda bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala mana shundaq yaxshi e'tiqodda bo'ladigan ishga sabab bo'lgan omilninki birinchisining qiyomatga Alloh oldiki hisobga ushirish ekanligini, ushrishiman deb e'tiqod qildiganligini bayon qilib, inni zanantu anni mulaqin hisabiya deb haqiqatan mening Alloh oldiki hisobimga ushrishiman deb zanantu e'tiqod qilaman deb shundoq dedi. Bu yerda arab tilida zanna degan so'z mu'minlardan bo'lgan vaqtida e'tiqod, jazmiyat, qat'iy ishonch degan bo'ladi. Zanna degan so'z kofirlarga qaratilgan vaqtida shak, gumon degan ma'noni bildirsa-mu, lekin mu'minlarga qaratilgan vaqtida e'tiqod, jazmiyat, haqiqiy ishonch deganni bildirdi. Shuning uchun mu'min qiyomat kuniga qat'iy ko'zi bilan ko'rgan oldiki har bir osmon va zamin va uning ichidagi barliq narsalarni qarab turib, uni qat'iy ikkilanmay rost deganiga o'xshash qiyomatning bo'lishini shunday ko'rgan narsadan bak qat'iy ishonish kerak. Chunki mu'minning qalbida bir kurash
bir aqli, dirillik bir ko'radigan bir quvvat bor. Bu ko'rishi ko'zning ko'rishidan g'olib. Ko'zni ba'zi ko'rgan narsa oldinib kesikidiki, mu'minning qalbidagi e'tiqodi aldalmaydi. Shunga Alloh taolo Qur'oni Karimda va bil oxiratihum yuqinun. Oxiratga ular jazm qilib ishinido deb oxiratga ishonadigan mu'minlarni ko'zidan ko'rgan, amaliyotga ishongandan qattiq oxiratning bo'ldiganligiga, hisobning bo'ldiganligiga ishonido degan. Shunga har qanday bir musulmon qarindishimiz qiyomat kunisi nama amalim yaxshilik bilan yozilsin desa, Allohga ishonish, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ishonish, Allohning kitoblariga ishonish va Alloh payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan avatgan sahih hadislarga amal qilish bilan birga mush oxirat kuniga ishonishni alohida ching tutish kerak qarindoshlarimiz. Har doim ustozlarimiz, ulamolarimiz, musulmon ummati o'zaro birsi-birsini mush oxirat azobidan, qiyomat kunining hisobidan doim ogohlantirishi ham bulamish, itamish, mundaq hisobga ushishib qolamish emas. Qat'iy bo'ladi, uchrashganda Alloh bizdan hisob oladi va shundoq Alloh qarshi zolimlardanmi va har bir insondan Alloh taolo hisob oladi. Shu kunda ya qarab qolmaydi, yaxshi amalning natijasiga erishgidek yaxshi ishni qilaydi deydigan haqiqiy samimiy e'tiqod, jazmiy ishoncha, oxiratga bo'lgan haqiqiy saf bo'lgan qalbimizning tigiga o'rinlashgan jazmiy bo'lgan iymon bizda bo'lishi lozim. Mana shundoq oxirat kunisi Alloh taolo tarafidan nama amali qo'lga berilgandan keyin u mu'min rozi bo'ladigan turmushda bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu yerda rozi bo'ladigan turmush deb turmushni o'zini rozi bo'ladigan deb ko'rsatdi. Birinchi ma'nosi xuddi Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo degandek va nudkhiluhum zillan zalila Nisoning 57-oyatida biz ularni qatma-qat soyga kirgizamiz degandek, ya'ni qatma-qat xo'shallik bo'ladi. Nihoyatda ko'p xo'shallik bo'ladi. Xo'shallik ustiga qiyomat kunisi nama amali o'ng tarafidan berilganlar xo'shallik ustiga xo'shallik bo'ladigan yaxshi turmushda bo'ladi deganni bildirdi. Ikkinchi ma'nosi u turmush o'zi ham rozi bo'ladi degan bo'ladi. Xuddi Alloh subhanahu va taolo osmon va zamindagi har bir shayga o'ziga loyiq bir turmush, o'ziga loyiq bir tushuncha bergandek, mush turmushqimi mu'minlardan rozi bo'ladigan bir tushunchani Alloh bergan degan bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda estağfirullah tusabbihu lahus semawatus sab'u vel ardu ve men fihinna ve in min şey'in illa yusabbihu bihamdihi velakin la tafqahuna tasbihahum. Sure İsra 44-ayet. Allah subhanahu wa ta'ala şun 7 qat asman ve zemin ve işideki her bir kişiler tesbih etidi. Nersi buludken her qandaq bir canlıq cansız her bir şeyi Allah subhanahu ve taolaga hem de elçilen tesbih etidi. Velikin sizler ularning tesbih etqanligini tushunmaysizlar degan Sure İsra'nın 44-ayet. Demek kıyamet günüsü mu'min paydalangan her bir turmuş mu'mindan razı bo'ladi. Çünkü o mu'min şu kıyamet günüsü şu mu'mindan razı bo'ladigan turmushning o'rniga Allah subhanahu va taoloni razı qiladigan yaxshi taat amallarni bu dunyoda qilgan. Turmush va jannatning ne'matlari şu kıyamet günüsü mu'minning şu kıyamet gündeki ne'matlardan paydalanganligidan o'zligidan xo'shal bo'ladi. Her bir mu'min yegan luqmadan luqma xo'shal bo'ladi. Her bir mu'min ichgan sharbat, mu'min kiygan kiyim-kechak, mu'min rahat algan cennetning her bir turmushlaridan şu cennet ne'matlari mu'mindan
xoşal buludu, razı buludu. Müminning şu nimetlerden faydalanganligidan gazaplanmaydi, belki şu müminning rahati, xoşalligi uchun xoşal buludu. Bu xuddi Qur'oni Karimda estağfirullah fama bakat alayhimus sema'u vel ardu Surduhan 29. ayette yığılmadı o kafirlarga asman ve zemin yığılmadı diyen ayet kelam o'xshash. Belki kıyamet günüsü ma müminlarga cennetdeki her bir nimet xoşal buludu, razı buludu. Demek mümin kıyamet günüsü razı buluduğan turmuştu buludu. Yani özü razı buluduğan. Yana kıyamet günüsü şu müminin turmuşu mu razı buluduğan turmuştu buludu. Hem şu müminin turmuşu mu hasselat xoşallık turmuş buludu. Müminni bu turmuş taşlap ketmeydi. Mümin mi bu turmuştan zirkip kalmaydı. Çünkü bu dünyadaki turmuş, mesela onun maşinesi, öye, ailesi, hukuku, maaşı, onunki etrafındaki dostları, xotun balları, hemmesi caidi bulup, özü razı bulduğun bir turmuşta ben yaşadım diyen bilen mi? O yeni korkudu. Ne bildin korkudu? Şu turmuş bunu taşlap gitiştin. Onunla ölüm giriştin. Ya ki onunla kisel giriştin. Ya ki sağlıktın kin o bire tuyuksuz saqaymas kisel bulup kılıştın. Ya havadisat kep kılıştın. Ya ki baylıktın kin namrat bulup kılıştın. Ya ki şu xoşal turmuş yaşagan onunki siyasi vaziyetinin özgürüp kılıp turmuşta yaxşı turmuşka erişenmeskin korkudu. Demek qarindoshlarimiz bu ahirette qat'i mümin o turmuşdan zirkip kaladigan yoki o turmuş müminden yiroqlashib mümini tashlab ketadigan o turmuş müminga nisbatan vafo qilmaydigan bo'lmaydi. Demek Allah subhanahu va taala kıyamet günüsü müminga mana şundak mümin o turmuşdan razı buluduğan o turmuş mu müminden razı buluduğan o turmuş müminin şu turmuş işide yaşaganlığı üçün hassalat müminden xoşal buluduğan hem şundakla yeni bir tefsiri şu müminin yaşagan turmuşu da mümin yaşagan turmuşunun görünüşü de daim xoşallık, naiti paravallık, naiti güzellik hem şu müminin yaşagan turmuşu qargan her kandak bir insanın közüge xoşallıkta, güzel turmuşta, yaxşılıkta yaşaganlığı körüngen güzel turmuş şu müminin hayatıda görünüyor. Mesela bir adam bir mahalligi basa, ya ki bir adam özünün urutuqqanlarını yoklap basa, bağan orundaki kişilerin ailesi turmuşu qarab, yaxşı güzel paravan turmuştu yaşamağanlığı qarğışığı körünüdü. Bu cennet ehlininki turmuşu qarğan şundak adamga qarğan haman güzel, xoşallık, paravallık, rahat ve naiti içilgan turmuş körünüdü qarindoshlarimiz. Yana bu cennet ehli yuqori bo'lgan bag'da bo'ladi. Yuqori bo'lgan jannatda bo'ladi. Ya'ni cennet ehli doim qishida xizmatni qilib turadigan g'ulman xizmatchilarninki xizmatini bu cennet ehlining xizmatini qilib berish bilan birga cennet ehli o'zining atrofidagi jannatninki ishidagi o'z manzillarining, bog'larining atrofidagi har bir o'rinlarga qarab qarıgan o'rinlardan huzurunu alaydigan şundak üstün, yuqura, şundak yaxşı, şundak meydanның merkezde turdu bular. Bir bulun, bir puşqaq, bir yaqıqı berip qilib, bağның içinde etrafını körüyenmeydigan, menzillerden huzur alanmaydigan bo'lmaydi. Endi igiz yuqori o'rinda bo'lgandikin, uning meyvelerini qandaq ya desa, qutufuha daniya, jannatning meyveleri o cennetnin meyvelerini yeymen digiçüge derhal aldığa çüp durudu, yıkılışıp durudu, igilip durudu hem
xuddi addımatlik ma dunyoda uni tasvir qilib bo'lmagidak darajada oldiga o'zlikidan keladi. Demak, bu jannatda xuddi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degandek ko'z ko'rib boqmagan, quloq anglab boqmagan, insonning yuragiga kechib boqmagan shundoq cho'ng ne'matlar bor. Hammadan katta ish bu jannat mangulik bo'lib, jannatda qirib qilish, kasallik, hasadxo'rlik, o'zaro birsi-birsidan bearam bo'lish, o'zaro birsi-birsiga gina adovat qilish yoki birasidan aziyat chekishdan iborat yoki yegan tomoqninki dadini tortishdan iborat hech qanday jafo mushaqqat bo'lmaydi. Faqat bu yerda bo'ladiğini Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karim degandek va ridvanun minallohi akbar. Sura Tavba 72-oyat. Alloh subhanahu va taolodan bo'lgan katta rozilik hammadan cho'ng erishgan ne'mati bo'ladi. Yana Alloh subhanahu va taolo deyki: "Lillazina ahsanul husna va ziyada." Sura Yunus 26-oyatda Allohga xolis bo'lib yaxshi amallarni qilgan mu'minlar uchun yaxshi mukofot bor va yaxshi mukofotni qatib yana Alloh taolaning alohida beradigan mukofoti bor dedi. Bu yaxshi mukofot qaysi? Qiyomat kunisi mu'minning Alloh subhanahu va taolaning jamolini ko'rishi. Demak, mu'min Alloh subhanahu va taolaning jamolini ko'rganlik tufaylidan shu kunisi erishgan bir xo'shalliqi bo'ladi. Bu xo'shalliqqa hech narsa yetmaydi qarindoshlarimiz. Shuning uchun biz Alloh subhanahu va taolaning rizoligini hammadan katta bilayli. Mana shundoq mangulik xo'shalliq bo'ladigan Alloh subhanahu va taolaning jamoliga qarab turib xursandlikka erishadigan mana shu oxirat mukofoti uchun dunyoning ozg'ina shahvatlari, ozg'ina insoniyatni ozdirayotgan zulm, tajovuzchilik, gunoh ma'siyatlari, har turli shuhratparastlik, huquqparastlik va har turli o'zaro birsi-birsimizga yomon axloqda bo'lish, Allohningki amri farmonlarini keyniga cho'rib o'tishni iborat bo'lgan yomonliklardan qat'iy yanaylik qarindoshlarimiz. Nima uchun mana shu ne'mat bizga berilganligini Alloh subhanahu va taolo bayon qilib dediki: "Kulu vashrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil xoliya." Sizlar yanglar, ishinglar, singishik holatda ishinglar, sizlar o'tib ketgan kunlarda qilgan yaxshi amallaringlar uchun dedi. Qarindoshlarimiz, ya'ni ilgirki dunyodagi vaqtimizda Alloh subhanahu va taolo yo'lida mal berganlik, Alloh subhanahu va taolo yo'lida hayotimiz, jinimizni berganlik, Alloh subhanahu va taolo yo'lida ilmimiz, iqtisodimizni berganlik, Alloh subhanahu va taolo yo'lida vaqtimiz, umrimizni berganlik, Alloh subhanahu va taolo uchun nomahramdan ko'zimizni yumganlik, Alloh subhanahu va taolo yo'lida har turli musulmonlar orasida fitna bo'lgan kunlarda fitna fasodga sabab bo'ladigan g'aybat, shikoyat, bo'htonxo'rlik, o'zaro dushman tutish, g'aybatxo'rlik, Allohning dushmanlarini qo'yib musulmonlarni dushman tutib o'zaro fitna qilishdan yiroq bo'lgan ana shundoq har turli munkarlardan yanganligimiz, har qanday bir gunoh ma'siyat, ozg'unlik, shirk kufrdan yangan kunlarimiz, kechalari Alloh rizoligi uchun qiyam turib namoz o'qiganligimiz, 5 vaqt namozni Alloh rizoligi uchun doim xushu bilan Allohni ko'rgandek o'qiganligimiz, masjidlarga Allah rizoligi uchun jamoat bilan namoz o'qish uchun mayli sovuq, mayli issiq har vaqt masjidlarga aldirab manganligimiz uchun uyqular qattiq tutib olgan vaqtida bumdat namozlari qo'pib Allah uchun Allah rizoligi yo'lida namoz o'qiganligimiz va mazlum musulmonlar, mazlum har qanday bir dunyoning har qaysi joylaridagi izilgan xalqlarga Alloh subhanahu va taolodan yaxshilik qilib duo qilganligimiz, Alloh subhanahu va taologa haqiqiy samimiy duo qilganligimiz, Allohga Allah rozi bo'ladigan har qanday bir yaxshi amalni Allah rizoligi uchun riyo qilmay qilganligimiz va yaxshilikqa buyurib yomonlikdan to'sqanligimiz, kishilarga insoflik bo'lib har qanday bir tijorat, muomalada kishilarning haqqini yolmaganligimiz, ayollar oilamizning xizmatida bo'lganligimiz, ayollar erlarimizning xizmatida bo'lganligi,
ballarimizni yaxshi tarbiyalaganligimiz, ilm va dini har qanday Alloh rozi bo'ladigan ilmlar majlislarida hozir bo'lib kelganligimiz, shundaqla Allah subhanahu va taala rozi bo'ladigan har qanday bir yaxshi amalda bijon dil qalbimiz bilan qo'llab billa bo'lganligimiz, zulmga, kufrga, gunoh ma'siyat, tajovuzchilikqa qarshi turganligimiz uchun mana shu oxirat kunida Alloh subhanahu va taala bizga sizlar shu o'tib ketgan dunyodagi kunlarda qilgan yaxshi e'tiqod, yaxshi amallarning o'rniga bugun yanglar va ishinglar sinishlik holatda deb Allah subhanahu va taala bizga mushundaq yaxshi mukofotni beradi. Chunki bu dunyoning ne'matlari qanchalik insoniyat ko'z oldida cho'ng bilinib ketgani bilan bu amaliyotda aqliy ko'zimizdan qarasak va Allohning oldida ko'z yumib ochqish ketadigan vaqtlik manfaat. Hem ko'z yumib ochqish ketadigan vaqtlik shahvat. Shuning uchun biz oxiratningki Allah rızalıq üçün qılğan yaxşı əməllərinin cəfalarını və ahiretdeki məngu qatqan mənguluq cənnətinin nimətlərini közgənlikimiz üçün bu dünyadaki azğını tatqan cəfalarımız, haqq üçün tatqan qurbanlığımızı qat'i biz hal sırmay caydı qilishimiz, nəfsimiz xahişimizin keynəyə kirməskimiz, ahiretinin ləzzətlərini ahiretninki nimetini dep dünyanın günah məsiyyətinin kiradigan azgına yamallık lezzetlerini taşışımız gerek. Şu Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah ve mel hayatud dünya illa meta'ul gurur. Dünya hayatı fakatla aldaş ve vaktlik menfaatniş hayatı dedi. Her birisimizde Allah subhanahu wa ta'ala dünya hayatımızdan her bir paylanğan nimettin ahiret üçün paylanğıdak yaxşı itiqad, yaxşı əməlni bizge ata qılsın. Həmmimizin Allah subhanahu wa ta'ala ahirette nama amalimiz on tarafından verilgen yaxşı əməl igilərindən qılsın. Və salli ala Muhammedin və ala alihi və ashabihi ecma'in.